Haqqoniy hakam. Qani bo'lmasam o'yinni boshladik. Kim bu? Alvarez. Top tepinglar qani. Boshladik. Omadinglarni bersin sizlarga. To'xta, Messikan. To'xta, sen yugurib ketayotgan ating nima? Raqaming nechi? 10-raqam. To'xta. Sen Messi. Senga qizil. Nimaga deb so'rama. Prosta sen mana matchga kirganing uchun cho'kalash olmasin, yo'q chiqing yarak. Rahmat. Endi o'yin davom etsa bo'laveradi. Bo'ldi. Voy, choldi-yu. No, mayli. Xo'p, bir kishi kam o'yinda haqqoniylik ham bo'lsin, sal olsa ham adolatni endi sho'rva qilib, sho'rlatib ichirmagan bo'laveraylik. Mana ko'rdinglarmi? O'zbekiston Armaniya o'ynaydi desam, sizlar ya yo'q deysizlar. Fayzullayev chiqarib yubordi to'pni mana. Seni men kuzatyapman 24. Ichi nito harakat qilyapsan ama. Tashaldi. O'yin davom etyapti. 3 kishi biri-biri aldashib qo'ymanglar, o'zbeklar, iltimos. Choldi penalti, Mashida choldi. Argentina penalti qildi. Mashida choldi, mash tochkada choldi. Men ko'zim zo'r. Nima uchalalar choyxona qilyapsizlar? Mayaqda-yu penalti. Menman-ku hakam. Men bilan gaplashinglar sizlar. Qani ham bitta tiqvaringchi, qani 1-0 qilib qo'ygan o'shatdi. Qani ha. Ana men yana bitta penalti qo'yib berish qo'limdan keladi deb o'ylaysizlarmi? Aka, endi uring, mana shu to'rtburchakcha kirsanglar penalti beryapman. Mana gol. Mana o'ta halollik bilan o'ynayman, Juda hujum qilyapti uni, cholinglar buni. Bunday kelib turib, surib ketsanglar ham bo'laveradi mana. Mana o'sini ham bunday kelib turib surasizlar. Mana, nima yotib olding? Menga qaqilib ketib qolishyapti. Men bilmayman. O'yin davom etadi. Davay. O'zbekiston hujumda. Foul. Argentina tomonidan qilindi. Qara aka. Sol. O'zbek, sol. Tiqqiba. Endi qayerdan tepamiz deganlarga mana unaqalarimiz bo'lsa, mashidamda kurul qilib tiqib qo'ya olaysizlarmi-ki-na? Hatya shuni tiqinglarchi qani. Mana mashidan tepinglar. Makellar, to'pni men qo'yinglar tezda. Nima hamma jim? Men haqqoniyman. Adolat men ikkinchisman. Tep. Masha kelib tep. Shukr. Tiqavering ashaqqa. O'ng tarafiga. Davay. Voy, sal qoldi. Ozgina qoldi. Keyingisida qo'yib beraman yana. Ishongan tog'da kiyatmas deganlardan qilmanglar. Davay ketdi. Hujum. Pas berildi chap tomonga. Chap tomondagi oldi. Penalti nimaga deyinardi? Mana buni 20-raqamlik Nito harakat qildi. Yo'lini to'sdi. Endi aka meni ham yashashdan jichcho'sa ham maqsadchan bordi. Teping aka, uring shu golni. 3-yo 4-chi penalti uchiga. Aka to'xtanglar. Aka sen to'sganingga qizil chiqib ket beni. Gol uringlar, varatalarni almashtirdi anolar. Bo'ldi endi. Menga to'p tushdimi? O'xti, davay. Mana uni gol desa bo'ladi. Mana gol. Malades yigitlar, o'zimiznikilar 1-0 qildi. Chovara oringlar, tiqib bunday kelib turib, surib, voy, dimlab tushding. Voy, oyog'imni nima qilyapsiz? Depol. Markazdan yana hujum qo'y. Mash Alvarez o'tan ito chiqdi-da. Ana. Yaxshidam ol. Voy, olishaylar, gol uradi hozir. Men yetolmayman. Varatanimiz ham yomon qildi. Shapalaman qaytarib qo'ydi-yu. Davay, jigitlar. Bular hujum qilyapti ana qilsa. Sezyapsizlarmi? Argentinani ham. Davay. Sen surding-a? To'xta. Seni ko'rdim men. Kelib o'zingcha qo'li. Men karta ko'rsatmoqchi edim, dumalab tushdi. Simulyatsiya qilyapsan sen. Sen simulyatsiya qilyapsan sen. Simulyatsiya qilma menga. Simulyatsiya qilib o'ldirib qo'yaman ama. Ben şuldada bor o'zingga tiqib qo'yaman, tushirlataman. Nima bo'lyapti o'yin? Sen mashina o'tib tur, jim turib. Ushab turibman o'ynaylar. Hujumchisi qani? Qani o? To'xtanglarchi. O'ynab turinglar. Mana shu o'rtada adam 9-raqamli Alvarez degan yo'qmi? Alvarez degan ko'rmadinglar, chiqib ketib qopti-da. Xafa bo'ldimikin mendan? O'netda bitta o'zbek dumalab yotibdi, uni turolmayapti, ko'rmayapsizlarmi? To'xtanglar, jigarim. Sudurgi beryapti.
Va suturgi beryapti mana. To'xta, Ey, qaysi biring eding? Maka, Loboyinga qizi, seni deng mashinga javobgarsensan, seni deb suturgi yo'qol bu yerdan. 24 tur yo'qol. Chiqib ket. Dumalama yo'qol chiqib ket. Mana buni qaranglar.